62 daman. 62 yoshda. Mana shunday akalar uy sharoitida mol boqilar ekan shu yerda. Demoqat qo'ygandik mana 5 ta o tomga chiqib ketgan. Teshiklar bilan, ha. Ha. 5 ta bu yaxshi effekt bermadi. Keyin biz shuni mutaxassis olib kelib ko'rsatdik, men endi yoqayapman. Qani ishlatib ko'rsataylikchi? Sekin ovoz kuchayyapti. Demak, havolantirma ham qo'yib ketilgan ekanda bu yerga. Havosi toza turaveradi o'shanda. Baxt keldi. Yaqinda qilindi bu to'yxona. Buni ham o'sha nimadan ko'rib, tanlab qildik. Xo'p. Tog'a, bu yer nima joy? Tepasi hashaxona. Tepasi hashaxona. Lekin shotilarni ham chiroyli qilib qurib qo'yilgan ekan. Endi shotirni ham ko'rsatib qo'yib, uyda nevaralar ko'p. Ishimiz bitgandan keyin yosh bolalar chiqarmasin deb mana boshqa mashina o'rnatilgan, buni senga qayirib, rabitga bog'lab qo'yamiz. Oxirida suv ichadi bular. Mana bu yerda sharoitlar qilib ketilgan ekan bularga. Mana bu sovuq suv, buni ko'rsatib qo'ying. Mana bu issiq suv. Mana. Aytayman, bu yeyimga emasda ko'paytirgani. Ko'paytirgan. Endi hozir o'sha bug'doyda aytayman, biz arzonroq vaqt olib qo'ygandik. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y mana shunday novvos ishqibozlari. Do'stlar, bugungi video syomkamizda uy sharoitida mol boqish haqida bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan G'aybulla tog'amizni xonadonlariga keldik. Mana bu yerda boqilyapti turgan novvoslar bor ekan. Bular qachondan beri boqilyapti? Boshida qanaqasida olish kerak? Necha oygacha boqish kerak? Shu haqida ma'lumotlarni tog'amiz o'zlaridan chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Qana bo'lmasa, videoda oxirigacha ko'rasizlar, qo'llab-quvvatlab, fikrlaringizni kommentariyaga chiroyli qilib yozib qoldirasizlar. Bu yog'ida tog'amiz o'zlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tog'a, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Allohga shukr, rahmat. Endi bugungi video syomkamizda uy sharoitida mol boqish haqida bo'ladi. Bilgan ma'lumotlaringizni biz obunachilarga berib boraverasiz. Qo'ldan kelganicha. Qo'ldan kelgancha. Alloh xolasa. Hop, endi bir ikkita sizlarga o'xshagan ukaxonlar kelib ko'rishdi beyda. Hop, bu molxonani o'tkazlar qildik. O'sha biz ham internetdan ko'rib, qaysi mol boqishga qulay bo'ladi deb variantlarni ko'rib turib, keyin shuni qildik. Hop, uzunligi 13 metr. Uzunasiga 13 metrga qurilgan. Qurilgan, ha. Bunaqasi 6 metr. Eni. Ha, 6 metrdan sal uzunroq. Hop. 10 taga bo'ldik. 10 ta mol turgan. 10 ta molga bo'ldik. Aha. Hop. Bu xonasal denni, bu yerda araba nimalarni olib chiqib ketaveradi. Go'nglar toshchi yo'laklar qo'yib ketilgan ekan bu yerda. Bir yo'la shaklga ko'rsatib ketay, mana bu yerda siydigi chiqib ketadigan nima bor? Kanalizatsiya. Kanalizatsiya bor. Tashqariga qo'yilgan. Tashqariga qo'yilgan. Mana endi qopqonga to'lib qolsa, ochib endi tozalanaveradi. Ha. Xo'p, har bitta ustalarga narsa qo'yganmiz. Salyarkaga oltin bulut qo'shilgan, ortiqcha pashalar. Mana ko'ryapsiz, ortiqcha pasha yo'q. 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 Hop. Mollarning orasi 120. 120 ga qo'yilgan. 120 ga. Bir-biriga Xalaqit bermaydi. Mas'ulga bunaqa keyin qo'ydik buni. Birinchi yo'q edi bu. Keyin bular to'sib chiqdik. Demak, yangi qurmoqchi bo'lganlarga qo'yib ketishni tavsiya qilaverasiz. Ha, shu ma'qul keldi. Hop. Oxirimiz bu yog'i hop. Qancha edi? Shu chamamda 1 metrga yaqin. 1 metr atrofida. Shakli chiqarolmasligi uchun. Bu tomoni sal pastroq qilingan, ha? O'zlar ko'rib turibsiz, hozir metr nimasi qancha santimetrligi esimda yo'q. Xo'p, endi oxirdan suv ichadi bular. Mana bu yerda sharoitlar qilib ketilgan ekan bularga. Mana bu sovuq suv, buni ko'rsatib qo'ying. Mana bu issiq suv. Mana qishga bu. Bunisi qishga. Mana ikki ham tushgan. Ham yozgi, ham qishki uchun suvlar qo'yib ketilgan ekan. Orqa tomonda qo'shni bilan o'rtamizda perov ara bor. Bunda hech kim foydalanmaydi ichgani. Ichgani hech kim foydalanmaydi. Ichi bo'lgandan keyin mana bu yerda probkasi bor. Hani ko'pchilik shuni ham aytishlariga, aholiga bu orqa suv perov araqda hech kim ichmaydi, mana suv ichib ketaveradi. Demak, qo'shniga ham xalaqit bermas ekan-da bu. Qo'shni ham perov, hamma odamning perovi orqa araqqa tushadi. Bunda hech kim suv ichgani foydalanmaydi. Xo'sh, hozir bitta 10 tayni bittani sotdik. Hozircha 9 ta bor. 9 ta boqilyapti. 9 ta boqilyapti. Bularni kelganiga qachon bo'ldi? Ha, bular qaysi kuni kelgan, qanchaga olingan hammasi daftarga yozilgan. Kelganda daftarga yozib qo'ygansiz. Hozircha mana
deylik mana shu mol deylik 21 millionga olingan. Aprelda 10-kuni misol uchun daftarda turibdi. Mana shu palonchaga olingan. Hozir bular ortiqcha yem berilgan yo'q bularda. Hozir katta qilinyapti. Bitta eng to'g'ridagi o'shanga qo'moqda yem bergan, to'chakka. Bu yerda qanday zot turlari bor? Zot turlari Hamma turidan bor shekilli. bor endi, aralash. Aralash deyarli. Kattasi ashiga yem berilyapti. Hozir 5 kilo yeyapti shu. Sir bo'lmasa qanchada olinadi bular narxi? Xo'p. Buni olinganiga mo'ljalda 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Hop, 24 millionga olingan. 24 million so'mga. 4 oy oldin. Ha, 24 millionga olingan. Endi buni sal zot tozarog'i bo'yicha unda anchaga o'zasi kichik, bu 21 millionga olingan. Undan bo'lsa nimasi? Bo'yi sal pakanroq ekan buni. Kenog'i bu shuni bola asli, parodasi tozarog'. Ha, zot tozaroq. 21 millionga olingan. Hozir daftarda ishkalar Hammasini kelgan daftarga yozib qo'ygan ekansiz. Qo'yilgan narxi. Narxi bilan. Falon kuni olingan, faloncha so'mga olingan. Nima bo'lgan bular? Hozir bular silosimiz tugadi. O'tgan yili 36 tonna silos bosganmiz. 36 tonna silos. O'tgan yili 10 ta edi. O tugadi endi hozircha bular terityapti. Terit. Endi silosni oldin men endi bosganman. Mana shuda Qani? ishi boshida tushgan. Ertaga qilishga ishi boshida bosib, shu oladi. Ha, bu yerga 3 mashina sig'adi. Sig'adi, hop. Anaga turibdi yana ikkita mana. Mana shu hamma silosda o'ynaladi. Bu yer ham sulosli joyi, Ha, bu ham silosda o'ynaladi. Hozir kunda hashar turibdi ekan bu yerda. Qo'ylarga beda bu, firqib qo'yilgan. Ha, qo'ylarga biydi. Bu yog'ida somonni maydalab drabilkadan chiqarib qo'yilgan ekan, ha? Gap yo'q. Demoxot qo'ygandik mana 5 ta o tomga chiqib ketgan. Teshiklar bilan, ha. Ha. 5 ta bu yaxshi effekt bermadi. Keyin biz shuni mutaxassis olib kelib ko'rsatdik, men endi yoqayapman. Qani ishlatib ko'rsataylikchi? Sekin ovoz kuchayyapti. Demak, havolantirma ham qo'yib ketilgan ekanda bu yerga. Havosi toza turaveradi o'shanda. Bax keldi. Qani? Menga qo'lni qo'yasiz. Mana qo'lingizni o'zgarib tekshirib ko'ring tepaga. Bu toza havo haydayapti. Baqa 7 ta qo'yilgan. 7 dona. Bu toza havoni haydayapti. Mana bunisi endi tortayapti. Havoni olib ketyapti. Qochib ketyapti, ortiqcha hidda. Toza turaveradi havosi. Haligi nomlar bezlanib qolmaydi. Shu ancha effekt berdi. Oldin havlularga uraveryapti o'zi. O'g'il qurmoqchi bo'lganlarga qo'yib ketishdi, maslahat beraverasizmi? Maslahat beramiz, lekin nima deymiz? 3 milliondan ortiqroqqa tushdi mana shu lekin. Bunga motori bor-da. Ha, motori bor bu yerda. Bu yerda toza havoni haydaykan, narigi tarafida Bu tepadan olingan. O shipir tepasi ashar ko'rsatib qo'ying. ana. Tepadan olingan, lekin toza havoni beryapti. Hop. Bu toza havoni beryapti. Bu suvni qayerga chiqarib yuboryapti. Demak, havo aylanishi yaxshi turaveradi bu yerda. Mollar ham hidlanib ketmaydi. Havluga ham, buni qo'shlarga ham hech qanday nimasi yo'q. Ortiqcha. Necha yildan beri shu soha bo'yicha qiziqib mol boqib kelasiz? O'chirib qo'ysak ham bo'laveradi. Oldin qo'y boqardim men. Qo'y. Ha. Oldin buni o'rnida kichkina o'g'lim bo'lardim, 2 ta 3 ta imkoniyati bo'lardi. Endi keyin bo'yda joyda qildik, hozir shu 10 ta. Asosiy endi 1 yil, 1,5 million. 1 yil, 1,5 yildan beri shu sohaga qiziqib boqib kelyapsiz. Mana shu 10 ta bu ikkinchisi, bir marta aylandi bular. Bir marta aylandi. 10 ta sotilib, bu ikkinchi nimasiga, pakalena deymiz. O'rtacha hisobda bir oyda qanchadan daromad qilsa bo'ladi? Oldingi boqqanlaringizdan. Hop. Endi ko'pchilik shunaqa savol berishadi. Avvalo olayotgan hayvoningizda, haliga toza narsa olsangiz, sal qimmatroq bo'ladi. Misol uchun bozorda 20 millionga bitta novvos turibdi, yonida bitta 25 millionga turibdi. Demak, farqi bor. Pulida ham chiroyli vaj olsangiz, endi buni arzonlagan deb misol uchun 12 millionga mundayni beraveradi. Olishda sal chiroyliroq vaj olsangiz, orqa boshi kelishgan, kallalar chiroyli olsangiz,
Mo'ljalda shunda foyda qilasiz. Demak, bozorda olishda adashmaslik kerak. Olish adashmaslik kerak. Chiroyli kelishgan narsa olsangiz, endi ozgina qimmatroq bo'ladi-yu, sotishda ham qiynalmaysiz. Ham o'zgarishi yaxshi ketaveradi. Yaxshi ketadi. Hozircha Allohga shukr, ziyon qilganimiz yo'q. Bularda endi dori ukollari necha kunda bir doktor ko'rigida o'tib turibdi. Hop, buni asosiy bitta doktor ukamiz bor, u qaysi kuni kelgan? Biz palagini kel demaymiz, biz bor yo'q o'zi kelib, hafta ukollarini, dorilarini qilib ketaveradi, keyin summasini paloncha deydi, berib ketaveramiz. Asosiy bitta yigit bor, o'sha doktor ukamiz, ishonchli. Demak, har bir oyda bir doktor ko'rigida o'tib turar ekanda bular. Bir oyga ham qolmaydi. Bir oyga ham bormaydi. Haligi o'zicha kelib ukol qilmasa ham, dori bermasa ham, mollarni holini ko'rib, tekshirib, yaxshi deb ketadi. Ya falon narsa qilamiz deydi, tavsiya beradi mutaxassis. Baribir ham doktor. Ha, shu mutaxassis. Bu endi oddiy uy sharoitida boqilyapti turgan variant, a? Hech qanday ko'chaga chiqmaydi bular. Keyin bular joy kezi ketdi emasda. Bular o'sha olinadi, o'sha yetirganda sotiladi. Rasvoti qanday bo'ladi bularda endi? Kulli rasvoti. Hech hisoblaganmisiz? Hozir endi bularga aytaman, ortiqcha yem berishni bittaga beryapmiz. Bular o'sha oldi silos borligida, hop, 2 kilodan 3 kilogacha kerak edi bir kunda silosga qo'shib beriladi. Boshqa bularga hozircha hech qanday kunjara berganimiz yo'q. O'stirib olyapmiz-da. Ha, o'stirib olgandan keyin yem beriladi. Keyin o'sha oxirida keyin 1,5-2 oy ko'tarishiga qarab turib, axlatiga qarab turib, keyin yer borilaveradi. Bayavoy berilaveradi. Ko'tarishiga qarab. Necha yoshdasiz? Ha? Necha yoshdasiz? Hozir 62 daman. 62 yoshda. Mana shunday akalar uy sharoitida mol boqilar ekan shu yerda. Yana bilganlaringizni biz obunachilarga Xo'p, endi nima deymiz? Xo'p. Biz ham yaxshi niyat qilganmiz, hammasi niyatga bog'liq. Xo'p, o'sha bizga ko'proq qassoblar keladi, shular bilan kelishgan narxda yoki bir mendan keyin bir davom ettiraman, boqaman deydigan odamni ham buradiga orintirib qo'ymaydigan qadar rozi bo'lib olsa, keyin bizga ham baraka bo'ladi. Hali bizdan olgan odam ham keyin ham bir yo'qlash kerak. Falonchidan hayvon olgandim yoki qassob falonchidan molini so'ygandim, baraka topdim desa, keyin bizga ham yo'qadi o'sha pul. Orinib olsa bo'lmaydi mo'ljalda. Shu haligi bizdan olgan odam ham birovdan biz olsak ham uni ham orintirmay olamiz. Allohga shukr, barakasini beryapti. Allohga shukr. Keyin qo'yxona qildik. Ha, qo'yxonani ham ko'rsatamiz, bo'lmasa. Og'acha nimani yoqib qo'yasan? Qo'ylarni ko'rsatamiz, bu yoqda boqilyapti turgan qo'ylarni. Bu yerimiz qo'yxona. Yaqinda qilindi bu qo'yxona. Buni ham o'sha nimadan to'lib, tanlab qildik. Xo'p. Tog'a, bu yer nima joy? Tepasi hashaxona. Tepasi hashaxona. Lekin shotilarni ham chiroyli qilib qurib qo'yilgan ekan-a. Endi shotini ham ko'rsatib qo'yib, uyda nevaralar ko'p. Ishimiz bitgandan keyin yosh bolalar chiqarmasin deb mana boshqa mashina o'rnatilgan, buni senga qayirib, mabitga bog'lab qo'yamiz. Mana bu yerda bog'lab qo'yadigan joyi ham bor. Bor. Buni mana bunga bog'lab qo'yiladi. Nevaralar chiqolmaydi. Kimga kerakmasa keyin tushiriladi-da. Chiqib ishni bitirib yana qayrib olib qo'yadi. Ishni bitirgandan keyin bu yerga sekin bog'lab qo'yilar ekan-da. Tog'a, endi shu o'rinda molxonamizni ma'lumotini tugatib qo'ysak, bu o'g'ilimiz necha pulga tushgan? Hamma rasvoti. Xo'p. Qurmoqchi bo'lganlarga. Hisob kitob bo'yicha 103 million ketdi. Mana shu holatiga. Mana shu holati bo'yicha. Tashqari. Ha, dimoxotidan tashqari. Endi dimoxot qo'yildi. Dimoxot bilan kelganiga mollarni oldin to'sdik-ku. 110 million deylik. 110 million bilan bitti. 110 million so'm bilan bitti. Bas hashaxona. Aycha Hashaxonani ham boplagan ekansiz. Hashaxona haqiqatdan keng zo'r chiqqan ekan. Qancha yashab bo'lsa ketaveradigan hashaxona. Bo'lmasa bu tarafimiz qo'yxona. Qo'yxonamiz endi necha metrga qurilgan? Chiroyli chiqibdi lekin. 18 metr. 18 metrga eni Hop, 3,5 ga 4. 3,5 ga 4. 3,5 metrga 4 metr. Hop, sog'liqlari uchun buni biz ochib qo'ydik. Bu tushadi, yopiladi bu. Hali qachonki qo'shqorlar kelganda buni panjaralar pastga tushadi. Ha, bular pastga tushadi. Bitta hammasida uni oshmoshlar qo'yib ketilgan. Yana bu yerda sochi berdi 10 ta qilib qo'shqorlarga bo'lganda yopiladi. Hozir bu yerda 25 ta sog'liqda 2 ta qo'shqor qo'shib qo'yganman. Qo'shib qo'ygandik. O'zi bular hammasi nima bo'ldi? Xudo xolasa. Bir oyda o'tdi.
Bulardan bola olish nima? Yani Ko'paytirish. Ha, go'shtga emas bular. Hop, endi meni ochib qo'ydik, shuning uchun katta og'irda turdi. Qachonki bu yopilganda mana suvlar. Mana. Ha, suv. Bejami olib qo'ysangiz, bu yerda probkasini qilyapti. Mana tagida buni ham ko'rasiz. Ortiqcha suv. Ketaveradi. Perovga bu. Ketaveradi. Demak, ketaveradi. suv idishimiz ham toza turaver ekan-da, suv almashtiraver ekan. Almashaveradi. Hop. Qachonki mana tushganda. Tushganda, Hozir u ag'da katta nimasi bor. Mana har bitta nimadagi отдельно qo'yilgan bular. Taqirlab toshib yurmaysiz. har bittasiga tushirib montaj qilib, Qayda ichadi mana buniki ham tayyor suv mana. har bittasiga. Bor. Qachonki bu yopilganda, tushuntiraldimi? Aha. Bu yerda hozircha mana bular bir ochiqligi mana katta nimada. Bu hammasi bitta ekanda buniki. Oqsiligi mana. Bu bir kunda 2 baho, 3 baholar Almashtiraveradi suv. almashtiraveradi. Mana buniki ham haligi suv eskirib qolsa, misol uchun bitta olsangiz, mana. Bu ketyapti mana yerda mana tashqariga. Suv tashqariga chiqib Perovga, bu yerda hech kim bu suvdan ichib nimaga oylik ketmaydi. Buni qo'shni ham mana perov orqaga tushadi. Ziyoni yo'q buni. Yo'q. Birovga ziyon tegmaydi. Xo'p, endi mana shu yerda hozir joy ortib qoldi. Mana shu yerda hozir joy ortib qoldi. Bu yerga bitta kichkina uzoqqa joy qildik, uzoqchaga. Tagida semirlardik, mana bu yerda teshigini olib qo'ying, molda siydik-piydilar bu yerdan ham chiqib ketib, tagiga nima o'rnatganmiz. Kanalizatsiya. Ha, qarada shu tushaveradi. Hop, endi bu yeminiki mana bu yerda uzoqqa suv bor mana, suviga joy. Yerga magnit o'rnatib qo'yilgan, ushlab qoladi mana. Ha, magnit o'zi tortib qoladi. Tortib qoladi. Suvni ichib bo'lgandan keyin yopib qo'yaverasiz. Bu yerda yemini yeyaveradi. Haligi mol yaxshi qiynalma turishchi bunaqa halqalar qilib qo'yilgan molasi. Demak, hamma sharoitlar qilib ketilgan ekanda bu yerda. Qo'ldan kelganicha. Yo'q, haqiqiy ishqiboz ekansa, lekin Yoritish sistemada araman. Ichkarida ham alsivitlar ham yoqaman. Endi bular hammasi bo'g'ozda. O'sha vaqt kelganda chiroqni yoqsangiz, shu kunduzgina yoritadigan holat kelganmiz. Endi hozir yoritib ketavermasligi mumkin. mana. Mana orqadagi mana shu yoritib beradi. Yo'q yoritib beradi. Yo'q yoritib. Kechqurun yemlarni berganda Ventilatorlarga nima tushirgan u rozetkalar. Har bitta nimaga? Qur'on tepasiga Endi mana bu yerda biz ikkitadan nima dimoxot qo'yganmiz-da. Teshiklarni ko'ryapsiz-a? Tepaga akva qo'yilgan. Qishda yopilaveradi. Hozircha havo almashtirganmiz, biz ventilatorni o'tganmiz yo'q. gap yo'q lekin. Akalar, havas qilganlar bitta-bittadan like bosib, kommentariyaga fikrlaringni yozib ketaverasizlar. Xo'p, endi nech pulga tushdi bu qo'ramiz? Bu boshqa holat biz ko'proq temirdan foydalandik. Temir qimmat-ku. Endi umr uzoq bo'ladi, temirdan foydalandik. Shamamda 90 millionga bordi. Mana shu qo'ramizni 90 million. Chunki bu tepasi ham hasharxonada. Ha, buni tepasi ham hashakxona. O'nlar hozir tepada 300 bor. 300 ta prista bedon qo'yilgan qishga zarida. 300 ta bedana akalar tomiga joylab qo'yilgan ekan mana. Ekatash. Imkoniyat bo'lsa, shu tepalarda ham ko'rsatib qo'ysangiz bo'laveradi. Nimaga? Agar iloji bo'lsa, odam har xil nimani tepani ham ko'rsatib qo'ysa yaxshi bo'ladi, obunachilarga qiziq. Endi 300 ta prist qishga bu. Beda bu, beda. Faqat qo'ylardi o'ziga bu. Qo'ygan bu, qo'ygan. Endi boldi uchun mana bu yerda nimamiz endi hozir pristimiz somon prist bu. Somon pris. Bu mollar uchun. Boldiki bu. Bu yer ham keng ekan, lekin ancha prisni o'z bag'riga olaver ekan bu yer ham. Gap yo'q. Tomini ham Mana buni ham ko'rganman, haligi ishonchli pastadan qilingan. zo'r materialdan qilingan Kiradigan qo'ltaqi. laminatli bo'lgan. lekin balandligi ham yaxshi ekan. Odam xotirjam yursa bo'laver ekan. Bo'laveradi. Uzunligini ko'ryapsiz. Uzunligi necha metr dedik uzunligini? Hozir mana shu tomda oxirigacha 18 metr. 18 metr. Eniga bir 7 metr oshib chiqaveradi. Shunaqa. 7 metr kattaroq ham. Bu bedaprisni nech pulda oldingiz? Hop, buni Yanqo'rg'ondan olib kelishdi 32 mingdan. 300 bog'da. 300 tani. Ha, 32 ming so'mdan oldingiz buni. 40 mingdan deyishdi o'zimizda. Bizga 32 mingdan da mashina o'zimizdaligi uchun
Bizga shu qulay keldi, o'zimiz olib kelib oldik. Demak, tomiga ham lo'y bosmasdan taxtali shunday qoqib tayyorlasangiz ham bo'laver ekan, ham iflos bo'lib ketmaydi. Oq nimadan qo'yganmiz? Ko'kdan. Meni bu yerda issiqlik taga salqin. Issiq o'tkazmaydi-da. Po'k issiq o'tkazmaydi yozgi kunida. Ertalab kechqurun. Hozir bular kechqurun yeydigan bug'doyda o'tib qo'yganman. Qaynoq suvga. Kechqurun yeydigan ertalabkisini kechqurun. Tog'orada qo'yganman. Yumshoq pishib. Davomida ko'rsatib Ha, uni ham ko'rsatib ketadi. degan narsalarni ham mana shu tog'orada muncha uyutaman, muncha qo'ygan, munchadan ketadi. Va buni yemlarni ham pishirib berasiz qo'ylardikini. Qaynoq suvga. Hozir mana shu yerda 27 ta qo'y, hop 20 kilo, bir kunda 20 kilo bug'doy yeydi. 27 ta qo'y, 20 kilo. 20 kilo bug'doy yeydi. Bug'doy yeydi. Pishirilgan. Ertalabki kechqurunisi bilan. Bo'lmasa bug'doylarni ham ko'rsatib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Ko'rsatib qo'yaymi? Ha? Tereta mana arabasida o'tib turib, mana arabada. Mana bu yerda suvni to'kiladi. Suv to'kiladi, yengil o'qida olib kirib ketib, molxonaning ichida teritib berilaveradi. Hop, endi mana bu qo'ylarni kechqurungi ovqatiga mana bug'doyni qaynoq suvga yutib qo'yganman, yumshoq bo'lib yotibdi. Pishirib bermas ekansizda, uyutib Yo'q, berar qaynoq ekansizda. suvga. Endi bunga hop 5 kilo keva qo'shaman. 5 kilo kevani qo'shib turib, bedana solgandan keyin oxirida nushqut qolganda buni qo'shib yuboraman. Bu bilan qo'shib turib, qolgan nushqutlardan qo'shib oxirida tozalab qo'yaveradi. Demak, buni ancha foydali taraflari bor. Yumshoq ko'ryapsizlar, yumshoq bo'lib yotibdi. Yangi qo'y olib boqmoqchi bo'lganlarga yemni shunday holatda berishni tavsiya qilaveramizmi? Tavsiya qilaveramiz. Endi bizga ham qanday Xudo degan ekanmiz, o'shanda shu bug'doy arzonroq vaqtda to'g'ri kelib qolganda, ko'pgina olib qo'ygandik. Endi sal bug'doy narxi ko'tarilib qolibdi. Holatga qarab turib, men aytayman, bularni biz go'sht uchun emasda, biz ko'paytirish uchun. Ko'paytirish uchun, ishqibozchilikka. Ha, ko'paytirish uchun qo'chqolar qo'shib qo'ygan. Lekin mana bu narsani ham balonlarni qo'yib ko'tarmas ekansizda, buni olib borasiz, shunday g'ildiratib olib ketaverasiz. g'ildiratib olib ketaverar ekansiz. Shu har bitta bolni oldiga qo'yasiz, oxiriga tashab turib, terisini qilib, surib ketaverasiz. Buni tayyorlatgizganmisiz yo? Tayyorlatilgan. Necha pulga tushgan shu? Shamamda shu endi bunga ham bir o'tgan yilida buni endi katta o'g'lim hisob kitobini o'sha qilgandi. Shu temirdan hammasi. Hamma yo'g'i temirdan. Suv shitadi. 2 minutda 9 ta molga yetadi bu. 9 ta molga yetadi. 9 taga bemalol yetadi. Hozir mana shu yerdan hop pressdan bitta pressdan ko'proq tushadi bunga. 1,5 ta atrofida. 1,5 ta atrofida. Ketib qolar ekan. Bir kunda 3 ta press yeydi mana shu mollar. Bir kunda 3 ta. yeydi. Somon press. Somon press. Hozir silosimiz tugadida, endi silos sezongacha hozir savollar bor. Shundan foydalanib turibmiz. Oldin ham qo'y boqqanmisiz? Oldin boqardim. Buncha ko'pmas edi. Joyim unga javob bermas edi. Qachondan beri qo'y boqishga qiziqish boshlandi? Endi men dedim, rahmatli qo'y boqardim. Endi men asli uyimda hayvon uzmaganman qo'y. 6 ta 7 ta qo'chqor boqardim. Ko'p hali to'y qiluvchilar uyda olib ketishardi. Shu Xudoniga beradigan qilib boqardim. Katta raqiba 100 kilo, 120 kilo atrofida qilib. Sharoitda bunaqa yaxshi emas edi. Kichikroq qo'rida boqardim. Bu qo'yxonamizga nechta qo'y sig'adi? Menga 50 ta sig'adi. 50 ta atrofida boqsangiz bo'laveradi. Bo'laveradi. Keyin menda biz hisobini qilganmiz, hali buzoqlarga boqqani ham. Buzoq, kichkina buzoqlar bor. Yoshlarida. Ha. Ular ko'tariladi, hali buzoq holatiga qarab turib. Tepaga pastga tushadi bu. Demak, hashak yeyishini hisobini olingan ekan bu yerda. Balandroq qilingan, orqasiroq, orqasi surib chiqarilmasligi uchun. Hozir uni ko'tarilib tushadimi? Ko'tarilib tushadi. Ha, ko'tarilib Demak, hammaligilari tayyor qilib qo'yib ketilgan ekan-da bu yerda. Moslashtirib. Gap yo'q. Lekin haqiqiy havas qiladigan darajada Xudoga shuni qildik, Allohimdan so'rab, Alloh o'zi mehribon, Xudo xolasa barakasini beradi-da. Hammasi niyatga bog'liq. Niyatni yaxshi qilsa, albatta. bu qo'ylarimiz qanchada olingan? Xo'p, bular 25 tasi, endi katta kichik farqi ham yo'q. Xo'p, 3 million 800 danga tushgan bular. Quyuq suyuq bo'lib turib. 25 tasi. 25 tasi 308 dan olingan. 3 million 800 ming so'mdan donasi olingan. Ha, quyuq suyuq bo'lib turib. Hop, ikkita qo'chqor qo'shganmiz, ularni 6 millionda olganman. Ha, ichida 2 dona qo'chqori ham bor. Ikkita qo'chqori bor.
6 million so'mdan 12 million so'mga olingan qo'chqorlarimiz. Qo'chqorni shu 25 ta sovliqqa qo'shib qo'ydik. Qo'y boqib oyiga qanchadan daromad qilsa bo'ladi? Tajribangiz bo'yicha. Xo'p, endi oldin aytdim, endi qo'chqor boqardi. Biz sovliqda hozir biz ko'paytirishga qildik. Qani endi bir Allohimdan so'raymiz, yerni sovliqlarimiz qochib qoldi. Buni natijasini bir 3 oy 4 oyda o'zi Chiqadi. kerak, xudo xolasa. Buni olayotganimizda ishonchli odamlardan olganmiz. Ichida Egizagi ham bor. Egizchilari ham bor. Hop, endi shu bir ikkita odamlar kelib ko'rib ketishyapti. O'sha aniqlanganda keyin bolamlarni o'zimiz xaridor bo'lamiz deb. Mana sovliqlar yaxshilar, chiroyli. Chiroyli qo'ylar ekanligi. Bularni kelganiga qancha bo'ldi dedik? Xo'p, bularni kelganiga 2 oy bo'ldi, qo'shqorni qo'shib qo'yganimga 1 oy bo'ldi. Shu qo'ylarning rasotini ham hisoblaganmisiz? Qo'ylar rasotini endi bular hozir aytayman, bu yemga emasda ko'paytirgani. Ko'paytirgan. Endi hozir o'sha bug'doyda aytayman, biz arzonroq vaqtda olib qo'ygandik, tonnalab. Ko'proq olib qo'yilgan. Ko'proq olingan. Mana idishlardan narsa bug'doyda solib qo'yilgan. Hammasida bug'doylar bor ekanlar. Gap yo'q. Endi bugungi videolarimizga shularni qo'ldan kelgancha nima deymiz? Hammasi odamning insonda niyatiga bog'liq. Niyat xolis, niyatingiz xolis bo'lsa, biz ham kimlardir havas qilganmiz. Yaxshi niyat yarim ol deyishgan-ku. Shu yaxshi niyat bilan shu joylarda qildik. Ilohim Alloh o'zi mehribon, barakasini bersin. Umidimiz endi shular. Haligida tirikchilik-ku. tirikchilik. Hobbi deymiz. Hobbi. Ishquvachchilikka boqadigan holat o'zi. Harakat qilamiz, barakasini Allohim bersin. Sizlarga ham rahmat. Sizlarning ishingizga rivoj. Gap yo'q. Xo'p akalar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Tog'amizga ham like-ni tirs bosib, gruppalarga uzatib tashlaysizlar.